5 tashabbus olimpiadasi doirasida kurash bo'yicha o'tkazilayotgan musobaqalar mahallalardagi iqtidorli yosh polvonlarni kashf etishga xizmat qilmoqda. Sherobod tumanida tashkil etilgan Bosh prokuror kubogi musobaqalari ham ayni maqsadlarga xizmat qildi. Sherobod tumanidagi Cho'yinchi mahallasida joylashgan sport majmuasi bu galgi bellashuvlarga mezbonlik qildi. Bosh prokuror kubogi musobaqasi tuman prokurori tashabbusi bilan tashkil etildi. Polvonlar 9 ta vazn toifasida gilamga chiqib, mahoratlarini namoyon etishdi. Tumanning barcha mahallalaridan kelgan 100 nafardan ortiq yosh sportchi g'oliblik uchun kurashdi. Sportning milliy kurash turi bo'yicha musobaqalardan Sherobod tumanida 48 ta mahalladan otaliqqa olingan uyushmagan yoshlar ishtirok etyapti. Ushbu musobaqalarni o'tkazishimizdan maqsad yoshlarni uyushtirish va vatanparvarlik ruhida tarbiyalash va milliy kurashimiz bo'lgan sport turini ommalashtirish maqsad qilib olingan. Bu musobaqada tuman bosqichida biz saralab bergan kurashchilarimiz viloyat va respublika miqyosida yuqori o'rinlarni egallashiga ishonamiz. Musobaqaning ochilish marosimida tuman prokurori, dzyudo bo'yicha Osiyo chempionati g'olib va sovrindori, Tokio 2020 olimpiadasi ishtirokchisi, Sherobodning alp polvoni Muhammad Karim Xurramov, shuningdek, Yoshlar ishlari agentligi hamda viloyat sport boshqarmasi tuman bo'limi mutasaddilari ishtirok etdi. Ular milliy kurash sport turi davlatimiz rahbarining doimiy e'tibori tufayli xalqaro maydonlarda ham obro' qozonayotganini ta'kidlashdi. Kurash sport turi eng birinchi o'rinda avvalambor halol sport turlariga kiradi. Insonni jismonan, aqlan har tomonlama o'sishiga juda katta turtki beradigan sport turi. Mana shunaqa bosh prokuror kubogi musobaqalar tashkillashtirilganidan juda xursandman. Bizga o'xshagan izimizdan o'sib kelayotgan yosh sportchilar uchun bu juda katta bir mahorat maktabi bo'lib o'taveradi. Milliy kurash sport turimizda hozirda muhtaram prezidentimiz o'zi qo'llab-quvvatlayapti. Shuni evaziga mana shunaqa tumanda, viloyatda, respublikada, chet ellarda xalqaro musobaqalar tashkillashtirib, sportimiz rivoji uchun katta hissa qo'shilyapti. Hozirgi kunda kurash sport turimiz jahon chempionati va Osiyo o'yinlariga kiritilgan, olimpiadaga kiritish maqsadida katta o'zgarishlar bo'lyapti. O'ylaymanki, kurash sport turimiz olimpiadaga kirib, olimpiadada kurashchilarimiz yurtimiz bayrog'ini ko'klarga ko'taradi. Bellashuvlar tajribali hakamlar kuzatuvida o'tkazildi. Katta raqobat muhitida o'tgan musobaqalarda g'alaba uchun bor kuchini berishga tayyor yoshlar orasidan eng mahoratli polvonlar saralandi. Sherobod tumanida 48 ta mahalla bo'lib, 14 yoshdan 30 yoshgacha bo'lgan yoshlarimiz bugungi kunda 54.600 nafar tashkil qiladi. Shundan 5 tashabbus olimpiadasi orasida milliy kurash turi bo'yicha Bosh prokuror kubogining tuman bosqichi o'tkazildi. Shu milliy kurash turiga 54.600 nafar yoshlarning 8.650 nafari qatnash istagini bildirgan. Shunda mahalla, sektor saralab bugungi kunda tuman bosqichini o'tkazdi. Sherobodlik yoshlar viloyat bosqichi va respublika bosqichida faxrli o'rinlar olib kelishiga umid qilamiz. Turnir yakunida har bir vazn toifasi bo'yicha g'olib bo'lgan 9 nafar yosh polvon viloyat bosqichiga yo'llanma oldi. Ular orasida 81 kilogramm vazn toifasida birinchi o'rinni qo'lga kiritgan Asad Choriyev ham bor. Men bu musobaqada faxrli birinchi o'rinni qo'lga kiritdim. Bu oson bo'lmadi. Raqiblarim tajribali, kuchli. Bu g'alaba menga katta mas'uliyatni beryapti. Men bu bilan to'xtab qolmayman. Shu kubokni viloyatda ham, respublikada ham qo'lga kiritish niyatim bor. G'olib va sovrindorlar tuman prokurorining esdalik sovg'alari, diplom va medallari bilan taqdirlandi. Yoshlar oyligi doirasida o'tkazilayotgan sport musobaqalari va 5 tashabbus olimpiadasi bellashuvlari izchil davom etmoqda.